Kiberjinoyatchilik aniqlashdan sud hukmiga qadar. Ayni mavzuda viloyat sudida seminar o'tkazildi. Hozir shu haqda. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda saytlarni buzib kirish, virusli dasturlar tarqatish kabi holatlar haqidagi xabarlar tez-tez e'tiborimizni tortadigan bo'ldi. Shu bois kiberjinoyatlarni aniqlash jiddiy muammolardan biri. Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlar va ularga nisbatan javobgarlik ko'zda tutilgan. Ayni jihatlarni inobatga olgan holda Huquqni muhofaza qilish akademiyasi hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi sudyalar ishtirokida respublikamiz bo'ylab seminar treninglar tashkil qilinmoqda. Termiz shahrida ham xuddi shunday seminar o'tkazildi. Unda xalqaro ilg'or tajribalar, inson huquqlari standartlari asosida kiberjinoyatlarni tergov qilishning texnik, huquqiy va protsessual jihatlari, sudlar tomonidan raqamli dalillarga huquqiy baho berish va malakalashning o'ziga xos xususiyatlari, amaliyotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar hamda ularning huquqiy yechimlari to'g'risida so'z yuritildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi prim 1 hamda prim 9-moddasigacha bo'lgan moddalarni tahlil qildik. Ya'ni ushbu moddalar bo'yicha bizlar kiberjinoyatchilik bo'yicha jinoyatlarni qaysi tomonlarga e'tibor berish kerakligi lozimligi, shuningdek elementlari, tarkibini o'rganish bo'yicha 2 kun davomida trening mashg'ulotlarini chuqur o'rgandik va bu sohada kelgusida ham o'z bilimlarimizni oshirib boramiz. Shuningdek, kiberjinoyatlarning oldini olish, xalqaro hamkorlik doirasida raqamli dalillar almashinuvining huquqiy asoslari haqida ham o'zaro fikrlar almashildi. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash, ularni amaliyotda tergov qilish ahvoli, raqamli dalillar bilan ishlash, zamonaviy kiberjinoyatlar, kiber dalillar maqbulligiga oid masalalar ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, amaliy va nazariy tartibda o'tkazilgan ishda raqamli dalillarni protsessual tartibda to'g'ri rasmiylashtirish, xolislar instituti, raqamli dalillarga nisbatan qo'yilgan talablar barcha sudyalarimizga tushuntirildi. Shuningdek, xalqaro huquqiy yordam so'rovlarini yuborish tartibi, xalqaro provayder xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlardan raqamli dalillarni olish tartibi tamoyillari tushuntirildi va protsessual qonunchilik talablari muhokama qilinib, sudyalarimizning ham amaliy va nazariy bilimlari oshirildi. Fikr-mulohazalar, savol-javoblarga boy tarzda o'tkazilgan seminar trening yakunida ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ushbu seminar treninglar yurtimizning boshqa viloyatlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan.